Biznesni asosi shunga qurilgan. Sal kulgili bo'lishi mumkin, lekin Sug'ur kuni degan kino bor. O'sha kino ham juda ko'p anaqa bor. Uni men har safar ko'rsam yangi narsa olaman. Chunki inson tarbiyalash uchun u kinoni qayta ko'rish kerak. Ko'p kinolar, juda ham ko'p kinolar nima qilaman? Detektiv kinolar juda ham yoqadi, chunki u yerda izlanish, qidirish, fikr asosan fikr jangi bo'ladi. Shuning uchun detektiv kinolar ko'p yoqadi. Necha marta ko'rgan? 100 dan ziyod. Chunki uydagilar aytadi, "Sani kinong boshlandi." U kinoda shunaqa narsa borki, inson o'zini topishi uchun necha marta qayta uyg'onish kerak degan g'oyaga so'zlar. Kinoni agar e'tibor bilan ko'rsangiz, oxiri boshqalar uchun yashashni boshlagandan keyin o'sha bosh qahramon boshqalar uchun yashashni boshlagandan keyin kun to'xtaydi. Qaytalanish to'xtaydi. Bu yerda juda katta narsa, ma'no yashirilgan. Biznesda shuni qo'llovi bormi? Biznesni asosi shunga qurilgan. Masalan, siz o'ylaysiz, hozir o'sha dunyoning millionerlari nimani hisoblaydi? Ana shu Sug'ur kunidagi mohiyat bir xil ana shu. Ular hammasi boshqalar uchun yashaydi. Boshqalarga manfaat berish uchun yashaydi. Shuni hisoblaydi. Birinchi navbat boshqalarga manfaat beradi, keyin u. Bizada aslida Yevropani rivojlanib ketayotgani asosida islom borda. Islomda hammasi kiritilgan. Masalan, beruvchi qo'l olovchi qo'ldan ustun deyiladi. Siz doim berishga tayyor bo'ling, o'sha paytda yutasiz. O'sha paytda katta pullar sizniki bo'ladi.